Bugünkü mahirlerimiz özünün talantını ve maharetini qandaq namayan qılırğandı. Ular özlerinin qandaq yaqınlıq çox kuylarını hep gəlgəndi. Endi fursatni mahirlerimizə bəsək. Yaxşımsızlar? Yaxşımı? Yaxşımsız. Mana səhnəyə çıxış aldı turatsız aldı bilan ekranda görmələrə bir salmanız yol etemsiz. Salam ekran aldıdaki barlıq körmən dostlar yaxşımsızlar? Mən Çöçək vilayətinin Savan nayisindən gəldim. İsmim Talat Qurban buldu. Qarşılamınız Talat. Onda sən mana səhnəyə çıxışını ötəniz mi kəp qapdı hazır ciddiləş atamsız? Ciddiləş bax. Ciddiləşsəm mi yaxşı nəticələr erişqə işençim kamil. Onda biz hem sizinki keyingi ötkəlgə oңuşlu qalatda ötüşünüzgə çin dilimizdən tiləkdaşlığımızı bildirimiz. Gayret qılan Talat. Gayret qılan. Saçlarını örümleri tal tal bulsun ben için. Kaşlarını eğimleri kıya bulsun ben için. Kanat yasap, pervaz kılıp uçayrasa asmanımı tağının suyda süzüp bulsun ben için. Kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asmanımı tağının suyda gidip bulsun ben için. Bağındaki güllerine yaşım bilen sus bey. Tağındaki bürkütlerine yüreğimni dağladı. Salkın şamal ilip kelgen yiğitlerimni bergim bana sana aşık yollarımda ümidimni can edeyim. Salkın şamal ilip kelgen yiğitlerimni bergim bana sana aşık yıllarımda ümidimi can edeyim. Sana aşık yıllarımda ümidimi can edeyim. Salam, amışıca bakış. Karğanç ustazlar, aşınaqla qalblarimizdan cho'nqur o'rin olgan san'atkor ustozlar. Savan o'g'li Talat Qurbandan aslarga o'ttiq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Savan o'g'li Talat, yaxshimi? Tinchlikmi? Qani? Ha, yana bir No'ruz guli,
Yinhua. Mahmud Sulayman bek chiroyli aytibdi bu naqshini ya. Shuningga hammaylar shuncha yaxshi ko'ramiz. Savan o'g'limi shundoq yaxshi aytdi deb o'ylayman o'zimcha. Xo'sh, baholovchilarimiz Talatninki No'ruz Guri nomli naqshisiga qanday baholarni berdikin, chiroqni yondiramdi yo'q? Qani bir ko'rib boqaylik. Talat efendi hoş geldiniz. Rahmat. Artık gap qilmay vaqt olmay men chiroq berdim. Rahmat. Ben müştahil kapanmayla yaşamsız Talat efendim. Ya tercümanı yok ya nimesi yokçu. Ay bir adam. Savan ne kaptu? İsmi Talat. Kesmez. Nimte? O'zim shu 13 yil bo'ldimi shu restoranlarda shu mushkasiblik qilaman. Rahmat. Ben keçürsiz çırak bilemey kaldım. Nakşını bek ben rahatlanamadım iş kılıp bek çın kısma yalının kısık nimesi bek eğir bulup ketdi. Ya ben mene uxmadım iş kılıp keçir. Özümden şahsen göz karışıcım keçirim. Rahmat Dilshod ustoz qani yonda xusa. Talat efendi kelganingizda qarshi olaman sahnamizga. Rahmat. Abayning yaqin shu sahnamizningki jutichi hisob ketdi mana shu. Bundan keyingi sahnalarda boshqaroq naqshlarni ham tunji navbatda tanlashingizni tavsiya qilaman. Sizningki kelarki navbatga tayyorlik qilgidek iqtidoringiz bor ekan. Men shu ash tajribangiz iqtidoringizga bir chiroq beraman. Rahmat Dilshod ustozning chiroq yondirganiga. Talat efendim yaxshimisiz, xush kelibsiz. Yaxshimisiz. Men shaxsan naqshingizni bek huzurlandim. Ben bu naqshini bu yerda o'tirib xel anladım, lekin Mahmud Sulayman ustozim bek chiroyli aytib xalqimizga sungan. Sizmi o'zgacha puroqlarni qo'shibsiz. Bulupmu Qashqarning yerlik ohanglari avva deganlarni ilining ohanglarini qo'shibsiz. Shuning bilan bu naqshni shunday chiroyli qilibsiz. Muborak bo'lsin, men sizga bir chiroq yondiray. Rahmat. Xalida ustozning chiroq yondirganiga rahmat. Wang Jianjiang 导师。泰勒哥您好，你好。我觉得您唱的非常好，因为我们那个和田方言就是 up down，谢谢，来不来？非常感谢王江江导师。Hoşuna olsan Talat, andi ancha jiddiyleşmeysen özünüz koyduğunuz, siz kanç korungan seri men şunca korunukturken şu. Qarang, 4 çırak yandı mana, 4 nafar bahalıqçı siz üçün çırak yandırdı. Muşno öz en katı netice. Andi karxançılarımızın vekillerimi sizden naqşınızını yaxşı gördümü yok ularning mayilliqini bir bil baqaylı ya. Qani merhamet karxançılar vekilleri. Karxançılarımız bek suyumlukçumu. Muşu her bir çıkan mahirlerimizga rıgbat ilham yüzüden bolsumu yeşil çıraklarını davamlı yandırıp kağıtsızlar. Sizlerge bir qatım rahmet etmem. Rahmet sizlerge. Capa çektinler. Demek Talat, nait uftuluq aldasız keyinki musabaqa basqıçıga qadam qo'ydingiz. Bu natija oson qo'lga kelmadi, albatta sizning tirishchanligingizning natijasi. Xo'sh, endi biz korxonchilar vakillaridan Xinjiang Xanay xalqaro savdo cheklik chertining qurg'uvchilaridan bo'lgan Patigul xonimni o'zining ko'ngil baholarini, ko'ngil bayanlarini bir so'zlab berish taklif qilsak, marhamat Patigul xonim. Talat efendim hoş geldiniz. Bugün şu et nakşanı programımızda şunçilik moğulluk huzurlanıp nakşalarınızda şunçilik huzurlandım. Bunun denkenki sanat hayatınız ahyolluq olsun. Bunun denkenki ötkenlerden ait canlı qalatten müşahaldığınız bilen özünüzün kabiliyetini yaxşı cari kıldırışınız tilektaşman. Rahmet sizge. Hem şundaqla bizdenki Xanay şirketimizdeki mahsulotlardan 2017 istimal kartısını sizge köngül soğuz kıldım. Rahmet. Hoşuna olsa Talat, keyin qadamga ait o'ngishliq bastınız. Hozirgi hissiyotingizni shunda bilgim keladi. Atigan bir og'izimda ching ovozda gap baqmadingiz ha. Undaq bo'lsa, bir ikki qiz gap baqamsiz hissiyotingizni ifodalab. Biz endi restoran shu u yerlardan naqsh etgan bilan bunda bir cho'ng sahni ko'rib boqmagancha. Ha, shundami? Shuning uchun bu uskunlar bizga yot, bundan boshqa jiddiylashish bor. Jiddiyleşmang. Onundan başqa ama o sahnenin özü tuşku sürü bakınca o to'g'ri. Şu amallar bilan biz tamtirab qoldik. Ustozlarning oldida. Men o'ylayman keyingi bosqichlarda shu ustozlarningki yaxshi yetaklash asosida yaxshi natijalarni qo'lga keltira olmayman deb o'ylayman. O'zim ishonchim bor. Bo'lsa shu ustozlarning yaqindan beri qo'llab-quvvatlab berishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
Rahmat. Yaxshi ya. Demak, ishonch irodamizli bo'ladi ekan, biz tog'ni yetkalaymiz. Xo'sh, shunday bo'lsa, sizdan keyingi o'tkazilgan muvaffaqiyatlik o'tkazligingizning namoyandasi bo'lgan ana shu medalni Artuyi yuz terisini asrash mas'uliyatlarini maydonga keltiruvchilardan biri bo'lgan suyimlik Risolatxon qizni taklif qilgan bo'lsak, qani Risolat sahnimizga marhamat. Salat muborak bo'lsin. Sizni qutlaymiz. Rahmat. Oxirgi bosqichga keldik. Keyingi bosqichga qadam qo'yib, keyingi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tishingizda ustozning yetakchilik roli intayin muhim. Mushada 5 nafar ustoz o'tiribdi. Siz kimni yetakchilikka tanlaysiz ekan? Ben Dilshod muallimni tanlayman. Muborak bo'lsin Dilshod ustoz. Yana bir sevimli shogirdga ega bo'ldingiz. Talantli shogirdga ega bo'ldingiz deyman shogirdga. Qani, bunday bo'lsa ustoz bilan ko'rishing. Bağındaki güllerine yaşım bilen su sebep Tağındaki bürkütlerine yüreğimni Muborak bo'lsin Talat, mana bizning 4 nafar baholovchi ustozimiz sizga tanglashroq yoqdi. Undan hozir xush bo'lgansiz? Hayt xush bo'ldim. Bazı ustalarınki yaxshi taklif fikrlerini anlab, özümün kemçiliklerini esqib, hayt xush oldum, xursand bo'ldim. Albatta keyingi o'tgaldagi musobaqalarimiz texmo keskin elib berildi. Shunga puxta qadam bilan keyingi o'tgalda eng yaxshi ro'yxatda yana davomli sahnaga chiqish uchun tirishsiz. Unda sizga madraklarimiz yo'qmiz ba. Yana Shinjan Xanay Soda cheklanish shirkati ta'minlagan Uva markasiga sog'lomlik mahsulotlari, ya'ni Pinar Biopantexnik cheklanish shirkati ta'minlagan Pinar markasidagi sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla Zunnaz gul tamtisi nazaringizda bo'ldi. Rahmat. Xo'sh ko'rman do'stlar, yaqinlarda bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean taratqusi birlashib ishlagan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Et Naqshani programmasi. Sevimli mahirimiz Talat keyingi bosqichga nihoyat o'ng'ishli o'tdi. Biz Talatdan keyingi bosqichlik musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshmiz. Endi tuandagi mahirimiz o'zining mahoratini qanday namoyon qiladi? Bu mahirimiz naq maydonda o'zining haqiqiy ovozi orqali o'zi tayyorlagan naqshini voyaga yetkazib ayta olamdi yo'q. Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Sizning joy yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Alıbda ekrandagi ko'rmanlarga salomimiz yo'llaymiz siz. Ekrandagi ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men Urumchidan kelgan mahir Tursun Abdulla bo'laman. Mushu Et Naqshani programmasi o'xshash televiziya programmalariga qatnashib chiqishingiz tunji qatimi yo bundan burun qatnashib boqqanmi? Televiziya programmalariga tunji qatnashishim. Undan hozir sahnaga chiqishga tayyorlanyapsiz, mana jiddiylashyapsiz. Jiddiylik bor, endi tunji qatim sahnaga o'xshashim bo'lgandan keyin uning ustiga pastdagi mushu Shinjondagi oldin qatordagi mushu san'at sohasidagi ustozlarga shunga jiddiylik yo'q desak bo'lmaydi. Amal bor, lekin shunday bo'lsa-mu yaxshi joriy qildirishga tirishman. Biz ham sizga davomli qutlaymiz. Undan so'ng sahnaga chiqqandan keyin o'zingizni qo'yitib turib, shu aytmoqchi bo'lgan naqshingizni eng yuqori saviyada aytib tamomlab, cho'qim g'albini qo'lga keltirib tushing, ha? Undan so'ng qani, marhamat. Bağlarım gül bağlarım, çimendir andar bağlarım. Kelse yultu seylige, kaldım payandaz bağlarım. Bağlarım gül bağlarım, çimendir andar bağlarım. Kelse yultu seylige, saldım payandaz bağlarım. Bağrı ateş bulbulu, urmakta hendan bağlarım. Gülse yakınga cihan, bulmakta hayran bağlarım. Bağrı
ateş bulbulum Urmakta hendan bağlarım Gözü yakınga cihan Bulmakta hayran bağlarım Çöllerni ya kızıp Yükseldi bahar nergizi Ne amal tebilikim Canlar kıvozu dergisi Bağlarım gül bağlarım Çimendir dar bağlarım Kelse yoltu seylige Saldım payandaz bağlarım Bağlarım gül bağlarım Çimendir dar bağlarım Kelse yoltu seylige Saldım payandaz bağlarım Güllerim yıldız bulup Asmanı gülzar eyledi Tağda sayrap bulbulun Üstünü izar eyledi Güllerim yıldız bulup Asmanı gülzar eyledi Tağda sayrap bulbulun Üstünü izar eyledi Bağlarım gül bağları Çimendir dar bağlarım Kelse yıldız seylige Saldım payandaz bağlarım Bağlarım gül bağlarım Çimendir dar bağlarım Kelse yıldız seylige Saldım payandaz bağlarım Ahmet 大家好 我是来自乌鲁木齐的托尔新疆 көпшілік жақшымызлар мен үрімжіден келген майыр тұрсынжан болдым. Wow, Tursuncan. Cem çıraylık nakşike hemimizin usullağı sevettiniz bana çolpan malımdaki acayip hardık çıkıdak oyunu vardı ya. Peracallah bana. Şunda oynağın battı tüke git kaldı. Vakşekmiş boğan deyken. Mana icad ettiniz mi? Özünüzden icad ettim mi? Mübarek olsun. Mana. Tursuncan. Öz icadeti bo'lgan jo'shqin kuyni hammamiz o'zaro taqdim etdi. Unda ata baholiqchi ustozlarimiz qanday baholanib bergan anglab boqaylik. Qani, ustozlar. Tursunjon, xush kelibsiz. Rahmat. Bu usulluq naqshi shundoq chiroyli jo'shqinlik bilan o'sha sahnamizni bir qizdibatdi. Rahmat sizga. Endi boyam siz mening ijodiyatim dedingiz-ku. Bu tekisi kimning bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha muzikasini ahangini ishlagan odamning ijodiyati bo'ldi-ku bu ijodiyat. Shuning uchun men sizga bilet bermaydigan bo'lib qoldim. Kechiring. Tursunjon, yaxshimisiz? Siz jiddiylik, hech qisi yo'q. Teksti Tursunjonning muzikasi Turg'unjon qo'ya va bo'ldi, men o'zim bilmaydigan doiradagi ishlarga chechilmay, men mana shu ovozga mas'ulman. O'zim erkim shu o'zi bilgandan so'zlash yaxshi. Nurg'un narsalarni meningmi mishada muallim bo'lib o'tirishimdagi sabab menmi o'rganmoqchi nurg'un narsalarni-chi. Oltinni zaga soqsin degan gap emas, men qushqashnim qassob so'ysin degandek. Endi men mush ovoz to'g'riliq gap qilganimda men sizga bilet beramay qoldim, kechiring, lekin davomli tirishing, yordam bo'lsa men o'zim aymayman. Ko'p naqsh etishingiz kerak, sal yiroqroq kansiz taxi. Jimi? Ma'qul. Rahmat ustoz. Endi naqshininki so'zimi o'z navbatida ijodiyatchi bumi? Lekin biz bu yerda qilayotgan programmaning maqsadi naqshi programmasi bo'lganligi uchun ijodiyat deganda nuqul naqshi qartlik tutib beradi so'zchi. Shunga so'z degan chaqda aniq ayirmasangiz biz bexudlashib qolamiz. Bexudlashib qolib qaymi qilib qolamiz-chi buningda. Şuna bundan keyin şu kesbi atalgılarını, kesbi sözlerini qanday yerda qanday atashni bilib olishning o'zimi sizning kesbi sapoyingizni belgilaydi bu narsa. Bugun ham sizningki natijangiz shunday yaxshi. Buna Cho'lpon aydek donliq davlatning hamma yerlar taniydigan katta bir cho'lpon siz uchun usul o'ynadi. Mushu yetamni men chiroq bermasam bo'ladi sizga. Qanday qilsin? Mayli, malimiz o'z qaror qilgan yaxshi. Bo'ldi, men sizga chiroq beray, tirishing. Rahmat. Shu so'zga o'zingiz yozgan so'zga o'zingiz ahang ishlay olsangiz texmi yaxshi. Mushu hayotingizda samimiy bir qalbning egasi bo'lsangiz eng go'zal, eng nadir ijodiyatlar sizdan chiqadi. Rahmat. Rahmat, ustoz, rahmat. 孙江你好，我觉得刚才我也听了那个老师们讲，
我觉得任何一首歌出来，因为狄夏提老师也是非常这个著名的作曲家、编曲人，他也很了解，因为每一首歌出来有作词、有作曲，还有编曲老师，还有整个的每一个人的这个在这个制作音乐当中的每一个人的一些创作和制作当中的付出和创作。我觉得一个作品出来要付出很多很多的心血，但是您是这个写了这首歌的词，但也有刚那个涂红老师写了这个歌的曲子。我觉得每一个人发挥的作用不一样，而且我发现好多创作的人，他不一定比很多的歌手唱得好，但是很多的歌手唱得好，但他们不一定能创作。所以我觉得您的这个能够坚持把这个写词，能够把它继续下去，未来。我们也特别期待能听到你更多的作品，能够出来经典的作品，所以我就特别想说这个话。谢谢。Qani, Dilshod ustoz. Tursunjon, xush kelibsiz bu sahnaga. Rahmat. Tursunjon bilan biz bir necha naqshda hamkorlashgan. Mening ijodiyatim o'rinlagancha. Tursunjonning ovoz sharoitida haqiqatan turaqsizlik mevcut hem var, ilham mı var ki? Tursunjonning ovoz sharoitida ilham var ki? Ben bu şunda qiyinchilik qalamancha menda vaqtda. Ben şu savolni şu karxanchi qo'llig'ichlardan bir dastlabki chirig'ini ko'rib boqsam deb o'ylab qoldim. Chunki bu yak shaxsiyat aralashib faqat olmaydi meningki. Shaxsiy nazarimcha. Bo'ldi, undaqda bahalıqçı ustazlarımızın küçük tələbəgi binaən karxançı bahalıqçı ustazlarımız səhnimizdeki muşu səndiki hazırki mahirimiz Tursunjonga mayirliqimiz, şundaqla qayliqimiz bilan konubki besishni rasmiy yusunda başlasaq bo'ldi. Undaqda 3, 2, 1 başlandı. Karxançı bahalıqçı ustazlarımız ama Tursunjonga bo'lgan mayillik uchun besilgan konubkalarni ko'rdik. Dilshod ustoz, endi eng oxirgi qaror sizga qoldi. Tursunjon o'zini aytib, nayt tirishyotdi. Chunki tirishchanligini men o'zim ko'rib turman davomliq. Mush qitim bir fursatni o'zim beray endi ma o'zim kasbiy jihatdan nayt qiynalib ketgan bo'lsam-mo başqa adam bo'lgan bo'lsa gapning rostini men chiroq yondirmaydim. Bu bolaninki izchil tirishayotganiga necha 10 yildek bo'lib qoldi. Nurg'un mablag' soldi. Faqat bir chiqish yo'l tep bo'lanmadi-ku. Mush sani hamda bir yana bir bosqichda menga paqan qanday bo'ldi. Rahmat. Muborak bo'lsin Tursunjon, mana bahalıqçı ustazlarimizning o'zining tajribalarini bayon qilib turib sizga ko'rsatgan taklif fikrlari bilan 5 bahalıqçı ustazlarimizning mayiligi bilan 3 chiroqqa erishdingiz. Shundaqla karxanchi bahalıqçı ustazlarimiz ama nurg'ulagan karxanchilarimizning yeşil chiroq yiqishiga muyassar bo'ldingiz. Tursunjon, keyingi o'tkalga muvaffaqiyatga o'tdingiz, muborak bo'lsin. Tursunjon, keyingi o'tkalga muvaffaqiyatlik o'tganligingiz tabriklayman. Shundaqla karxanchilarimiz qatorida o'rnagan Shinjon Qarchoq Suv-ichak shirkatining qurg'uvchisi, Gulxan Yemek-ichmak Madaniyat taraqqiyot chek shirkatining izbosari, yosh karxanchimiz Mehmet Elining yurak so'zlarini anglab boqqan bo'lsak. Men hamda yoshda hamda o'ltoqlardan hamisining kichikkanman, shuninga men o'rtirib so'zlay. Bo'ldi? Nima degan kichik beylar bu karxanchimiz? Teşekkür Tursunjon, mening o'ylig'imda bir san'atkorlar bir shu xalqimizga yangilik akildigan, mayli naqshida yoki bo'lmasa shu tashqi sifatlarda shu bizga yangilik akildigan deb o'ylayman. Masalan, men o'zimning kiyinishimni hatto ba'zida shu yangi cho'lponlardan o'shan paydo qo'yamiz hamda shulardan bir xil chejan qilib kirib o'zimga Ülgü qilma. Shunga o'xshash hamda mening o'ylig'im bizga tixim yangi bo'lgan shu muzikalarni olib kelishingizni xohlayman hamda kilarga shunga bosqich o'tganingizni tabriklayman. Rahmat. Mana programmamızga o'sin berib o'tgan bahalıqçı karxanchilarimiz ichida Mehmet Elining yeshi eng kichik. Shundaqla yangidan nurg'ulagan karxanchi ustozlarimizning izbosari bo'lib, karxanchilarimizni o'rganib, karxanchilik sohasiga qadam bosgan Mehmet Eliga yana bir qatim afrin etamiz. Rahmat ukam.
Tursuncan yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Amdiki o'z navbatida korxonchilarimiz qatorida o'rin olgan Shinjang Isar xalqaro so'ychak shirkati Urumchi tarmoq shirkatining direktori Abdulkimjon apandim o'z qo'li bilan medalyonni sizga ispagan bo'lsa, qani marhamat. Qarshi olamiz. Mübarek olsun Tursuncan, sizni bir qatim qizg'in tabriklaymiz. İnsan hayotida nurg'un narsalarni orzu qilamiz, nurg'un buyuk orzularni ko'nglimizga tikamiz. Lekin shu orzular hech jarayonida nurg'ulg'an jafo mushaqqatli yo'llar, mushaqqatli safarlar bizni kutib turadi. Mana shunday mushaqqatli safarlarni biz boshdan kechirib, huzur sahnasiga chiqqan vaqtimizda şu tatqan jafolarimizning turmush kechirmishlarini kulib turib eslayalasak, mana bu bizning natijamiz shu. Endi bayam Dilshod ustoz aytdi, nurg'ulg'an jafolarni tatqan, 10 yilni yaqin san'at sohasida yuribotdim degandek bir qator gaplarni qildi. Balkim bugundan boshlab et naqshani sahnasida sizning haqiqat tavlinib, bundan keyingi hayot musobaqangizda ham Dilshod ustozdek shunda ustozlarimizning qo'lini mahkam tutib, shu ustozlarimizning yo'lini bo'ylab ustozlarimizdek bir chaqnishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Mening gapni uzat etkim yo'q Tursunjon. Mayli bundan burun qanday qadam bosgan bo'lang, mau sizga nisbatan 0-qadamjimi? 0, men 0ga tushdim deb turib, 0dan boshlab menga mush qadamdan boshlab. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat ustoz. Mushu ustozning so'zimi bek to'g'ri bo'ldi. Odatda biz boshqa kasblarda qancha ming darajada turaylik, biz yeni bir kasblarga vaqtida hammani 0dan boshlashimizga to'g'ri keladi. Bugun siz bundan burun qanday programmalar qatnashib, qanday natijalarni erishgan bo'lsangiz, endi siz et naqshaning programma sahnasiga chiqdingiz, hammani 0dan boshlashimiz to'g'ri keladi. Shunga tang g'ayrat qilaylik. Qani. Rahmat. Xo'sh Tursunjon, musobaqamiz nihoyat kasbga elib berildi. Endi o'tgan ustoz tanlashi o'tkili. 5, 4, 3, 2, 1. Qani, qaysi ustoz tanlaysiz? Ben burun dünyakı şundak özümki şunda vermek sazaver hem bizim ustaz malum qatarımızdaki Dilshod malum tanısın. Wow! En doğru ustaz tanıdınız. Qani, mübarek olsun ustazlar bilan ko'rishgan bo'lsangiz. Gül bağlarım, çimendir andar bağlarım. Kelse yulduz seylige, saldım payandaz bağlarım. Bağlarım gül bağlarım, çimendir andar bağlarım. Kelse yulduz seylige, saldım. Tursunjon mübarek olsun. Mana bahalat ustoza, 3 bahalat ustozimiz chiroq yoqdi. Unda hozirgi hissiyatınızı anlatmasam bo'ladimi? Hozirgi hissiyatim nəhayət xoşal oldum da əlbəttə. Azraq əfsuslanğan yerim var məsələn. Birisi hava şəraitidir. Naxçıninki bizdəki şu tazı yoxmay qaldı. Yəni birisi bəlkə naxç tanlash cəhətdə keyinki işlərimizdə haqsan bulğağa his qıldım. Ən mühimi mana sahndə özünüzdənki kəmçilik tərəflərinə his qıpsız. Bolsa mana keyin qatımlıq müsabiqimiz texmi kəskin elib berildi. Keyin ötkəlgə texmi yaxşı puxta tayarlıq qılan. Sizə mazraq yonsağımız var. Yəni Sehri Nur şirkəti, Zunna şirkəti, Yeni Eqin Biopan Texnika çəklik şirkəti təmilgən köngül soğularını sizə təqdim etmiz. Onda sakila qıtım sahni görsəylik. Xəyrət qılan. Qadərli görmələr, görüvatqanlar Urumchi radio televiziya stansiyası bilan o'qigan taratqusi birlashib yo'l qo'ygan. Baş ustam yürüyüşü tam tetis kolları tajdarlıqları ki et naqshani programısı. Əmdiki mahirimiz zat kimdi? Qandaq esil bo'lgan kuylarni ijro qilib, qaysi ustozning tanlaydigando dehqonlar davomliq ekranimiz bo'lsin. Yaxshimisizlar? Aldı bilan ekrandagi ko'rmanlarga o'zinglarni salomini yo'llatamsizlar. Salam ekran oldidagi ko'rmanlar, men Kavsar Abdurahmondan sizlarga o'rtoq salomlar, oliy ehtiromlar bo'lsin. Mana sahnaga chiqishni o'toqlam kelib qopti, unda olsa tayyorlig'lar bitdimi? Bitdi. Eng yaxshi holatda keyingi o'tkalga o'ng'ish o'tish uchun tan g'ayrat qilaylik. Unda olsa qani sahni marhamat. Soldek güldürüm
müddetke çürüküm Tağlı kara gözlerim sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Tağlı kara gözlerim sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Küttüm tula kelmedim Dılga aram vermedim Ya vapasız yarmedim Sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Ya vapasız yarmedim Sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Yollarında karayman Cemalınga kanmayman Cemalınga kanmayman Kitiksem utanmayman Sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Kiçiksem utanmayman Sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Sen kayaktadır birim Salam sahne aldiki ustozlar. Ben Şeho'dan kelgan Kevser Abdurrahman'dan otuq salamlar, ali ehtiramlar bolsun. Rahmat sizlarga. Kevser mübarek olsun. Mana hürmet sahnimizga chiqib o'zingiz eng yaxshi ko'radigan nadir kuylarni baholovchi ustozlarimiz, jumladan korxonchi ustozlarimizning huzurida taqdim etdingiz. To'liq xursand bo'ldik. Undaqda baholovchi ustozlarimiz qanday baholanib bergan, birlikda anglab boqqan bo'lsak. Çolpan ustoz. Kevser Abdurrahman hoş gelipsiz. Şunda hoş buldum. Mening ziyodi gapim yo'q. Sizga bir chiroq berdim. Mübarek olsun, mübarek olsun. Qudrat Abdulla ustoz. Men o'xshash salom soat nutqatmana oldirib ketib. Ishtigara qo'shiq aytaydigan men-chu. Kevser Abdurrahman xush kelibsiz. Men chiroq berdim. Rahmat. Mübarek olsun. Dilshod ustoz. Dilbirim bu naqshining ahang ijodiyatini İlhamcan Muhammed qilgan. İlhamcan Muhammedning yaqindan chiqayotgan ijodiyatlari bek go'zal chiqyapti. O'zim hozir nima? Mushunda bir go'zal ahangni Kevser shunda yaxshi o'rinladi. Sahnimiz xush keldingiz. Men menayt huzurlandim. Rahmat. Chiriqim ketdi. Rahmat. Halide ustoz. Kevser Abdurrahman xush kelibsiz. O'zingiz kichik bo'lgan bilan ovozingiz yo'g'on ekan. Shunda ovozining jinob aka, muborak bo'lsin. Men siz uchun chiroq yondirdim. Rahmat. Zhang都是。考上你好。你好。蛮莫下起了白买的不买的。Kevser, mana 5 ustoz sizning ovozingizni yaxshi ko'rdi. Elib kelgan kuylaringizni yaxshi ko'rdi. Jumladan et naqshani sahnamizga kelgan juritingizni yaxshi ko'rganlik uchun 5 chiroqni berdi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ustozlarimizga ko'p rahmat, tashakkur. Ondaqda baholovchi korxonchi ustozlarimiz qandaq moyilligini bildirdi ekan. 3, 2, 1, qani. Rahmat. Kevser o'ylab boqamidingiz sahnaga chiqishdan burun. Qancha chiroq olamadi deb o'ylagan? 3
ustoz chiroq yondiramkin deb o'ylagan. Hozir 5 yondirib Hozir 5 yondirdi ekan. Karxanchi ustozlarmi? Hamma karxanchi ustozlar yeşil chiroq yondirdi. Hozir xayolanib qoldim. Karxanchi ustozlarimizga ko'p rahmat, ustozlarimga ko'p rahmat, tashakkur. Balkim o'zimning qiziqishim bo'lsa, yana mutaxammata bo'lsa, oldiga ilgirlab tirishiman. Rahmat, muborak bo'lsin. Et Naqshani programmasi oldin talash bosqichiga kirib, keyingi o'tkazilgan muvaffaqiyatli o'tganligingizni chin dilimizdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Kevser, endigi navbatda karxanchi ustozlarimiz qatorida o'rin olgan Xinjiang Pinar Bio Pantexnika cheklanish shirkatimizning bosh direktori Aliya xonim muborak so'zlarini sizga hadya qilgan qani birlikda anglab boqqan bo'lsak. Salam bahalıqçı ustozlar, barliq mushu karxanchazlar. Salam, Kevserjon, xush keldingiz. Men avval mushu sizniki mush birinchi qatimliq mush o'tgandan oyat o'tganingizni tabriklayman. Shundaqla bundan keyingi mushu tanlashlardimi yaxshi natijalarga erishishingizni tilakdoshligimni bildiraman. Undan boshqa mening bir umidim Naqshni ayt bak yaxshi aytdi ekansiz, shunday yaxshi huzurlandik. Shunga ham bo'lsa, bizniki mush Pinar shirkatimizdan mush tuvallarga tushib, ayollarga sog'lomlik ham go'zallik yetkazadigan. Undan boshqa shu tarbiyalash qilgan ishlarimiz bor bo'lsa, shunday vaqtlarimizda sizga o'xshash bir Naqshni ayt bak bir ehtiyojli bo'lib qolamiz. Bo'z osh vaqtlarda bir hamkorlashsak degan umiddaman. Endi o'sha umidimni unutib qolmasligingiz uchun bo'lsa, men shu Pinar ayollar mahsulotimizdan uydagilaringizga bir sovg'at qilsam, shu sahna qismini evagan bo'lsangiz rahmat. Rahmat Aliya xonim qiz ajoyib yaxshi paranglarni qildi. Mana har bir shirkatning qanday bir taraqqiyot bo'lishidan qat'iy nazar mana bu shunday san'atkorlarimiz, ustozlarimizdan hamkorligidan ayirib qarag'ini bo'lmaydi. Bizmi sizlarning hamkorlashib, hamkorliklarni uzunga davom etishinglarga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. Kevser, keyingi bosqichga muvaffaqiyatli o'tganligingizni yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Shundan bilan birga karxanchi ustozlarimiz qatorida o'rin olgan Xinjiang Qalbinaz xalqaro so'chak shirkatining qurg'uvchisi Qalbinur xonim o'z qo'li bilan keyingi o'tganligingizni tantana qilgan asosdagi medalni bo'yningizga istagan bo'lsa. Rahmat. Programmamizning mazmunlarini boshdan oxiri ko'ryapmizga o'sara. Programmamizning aytib keskin holati elib berildi. Amdiki o'tgal ustozlarni tanlash o'tkali. 5 4 3 2 1 qani ustozlarni tanla. Men Dilshod avomsizning ustoz tanlagan bo'lsam. Wow! Muborak bo'lsin. Qani ustozlar bilan ko'rishib olgan bo'lsangiz. Soldi ko'ngil güldürüm oldu dertke çürüküm talgı kara gözlürüm sen kayaktadır birim sen Kevser mübarek olsun, mana keyingi o'tkalga o'ngishib o'tdingiz. Hozir xush bo'ldingizmi? O'zimni bir esatda xush bo'ldim, chunki besli ustoz chiroq yondirdik. Bundan keyin lekin shu ustozlarning qo'lida taxminan tirishib, yaxshi mudda bo'lsa, yana bir tarbiyalashishni umid qilmoqchiman. Undan boshqa mamnundan qatnashgan mayarlarimizga davomliq umidlayman. Rahmat, sizga mazraq konsortimiz va yana Xinjiang Zomnaz xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Zomnaz markasidagi sog'lomlik mahsulotlari shundaqla Xinjiang Xanay savdo cheklanish shirkati Xinjiang Pinar Bio Pantexnika cheklanish shirkati ta'minlagan buyurish mahsulotlar huzuringiz bo'ldi. Unda davomliq keyingi o'tkalga texnik puxta tayyorlab qiling. 亲爱的观众朋友们，您现在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与洋海传媒联合推出的现场选秀节目《